ana endi o'zini topgan ayol, o'zini his qilgan ayol, o'zini nima xohlayotganini bilgan ayol, unga nima qadrli emasligini tushungan ayol, hozir va shu yerda bo'lgan ayol baxtli bo'ladi. Aslida o'zini xohishlarini aytish, o'z fikrini aytish, nima xohlayotganini aytish, bu aslida gunoh emas. Bu aslida insoniylik degani, ya'ni insonni borligi degani. Biz robot emasmiz, biz qanaqadir programmalashgan bir mavjudot emasmiz. Biz o'zimizning hislarimiz, jahlimiz, qattiqdir xohishlarimiz, istaklarimiz bor. Va biz buni unutgan bo'lsak, shu choqqacha endi buni o'rganishimiz mumkin. Nima xohlayotganimiz, o'zimizni eshitishimiz, ana o'shanda bizni fikrimiz ham atrofdagi insonlar uchun qadrli, boshqa insonlar bizni qattiqdir chegaralarimizni hurmat qilishadi, qattiqdir bizni fikrimiz bilan ham qiziqishadi. Bu uchun birinchi o'zimizni tanishimiz kerak.